Shahram G'iyosov Rayan Garsiya va Jeron Ennisga qarshi jang qiladi. Rasman WBA tashkiloti yarim o'rta vazn toifasida chempionlik uchun majburiy da'vogar. Hamyurtimiz Shahram G'iyosov va chempion Jeron Ennis o'rtasidagi jangga buyruq berdi. Unga ko'ra ikki tomonga kelishuv uchun 1 oy muhlat beriladi. Ennis esa 120 kun ichida WBA kamarini himoya qilishi shart. Emantas Stanionisga qarshi jangda ikki yo'nalishda IBF va WBA kamarlarini birlashtirgach, Ennisning kamarlari super maqomiga ko'tarildi va yarim o'rta vaznda WBA kamari uchun reytingda G'iyosovdan keyingi o'rinlarni egallab turgan ikki bokschi Rayan Garsiya va Rolando Romero o'tkazadigan bo'ldi. Kelajakda Ennis G'iyosov qarama-qarshiligi g'olibi Garsiya Romero jangi g'olibiga qarshi jang qiladi. Ma'lumot uchun reytingdagi holat quyidagicha tus olgan. Jeron Ennis chempion, G'iyosov birinchi o'rinda bo'lsa, keyingi o'rinlarni Rayan Garsiya, Rolando Romero, Jin Sasaki va Conor Ben band qilishgan. Avvalroq Ennis vazn toifasini ko'tarib Virgil Ortizga qarshi jang qilmoqchi ekanligini aytgandi. Agar shunday bo'lsa, yarim o'rta vazn toifasida kamarlar vakant qolib, Shahram G'iyosov WBA kamari uchun Garsiya va Romero jangi g'olibiga qarshi jang qiladi. Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring va video keng tarqalish uchun like bosishni unutmang.